Keyingi dastavkamiz Xorazmga bo'ldi, xudo xolasa do'stlar. 3 g'ildiraylik modelimiz. Narxini video davomida aytib o'taman. Obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang. Shunaqangi skuter qidirib yurgan tanishiga yuborib qo'ying do'stim. Manfaatli bo'ladi. 350 watt motorlik veloskuter do'stlar. Kolonka bluslari bor. Mezigar putlari bor, qo'shimchalaridan zaryadchi bakovoylar beriladi. 3 g'ildiraylik. Bemalol passajir ketsa ham bo'ladi. 200 kilodan ortiq yuk yuklab olsangiz ham bo'ladi. Orqada charxlari bor, tormozlari ABS tormoz. Bemalol velosiped haydab ketadigan holatlari bor. Hozir men teskari aylantiryapman. Orqada mana charxlari mavjud. Aloqaga chiqib ko'rasizlar. O'zbekiston bo'yicha dastavkalarimiz bor. Chiroqlari ham vahshiy LED ko'rishingiz mumkin. 24 razmerdagi velosiped. 3 g'ildiraylik. 500 dollarga baraka bo'ldi. Manzilimiz Andijon viloyati Sharifon tumani, markaziy stadion yonida. O'zbekiston bo'yicha dastavkalarimiz bor. Akalar mana Xorazmga skuter chiqarib yuboryapmiz. Akalar zakaz qilgan ekan. Pochta qilib berib yuboryapmiz.